Shveysariya hukumati Xitoyning Shveysariyadagi Uyg'ur va Tibetlarga besim qilayotganligini oshkorlagan. Shveysariya hukumati 12 fevral doklad e'lon qilib, Xitoyning Shveysariyadagi Uyg'ur va Tibetlarga besim qilib, ularni o'z jamoatlari ustidan jasuslik qilishga zo'rlaganligini e'lon qilgan. Dokladda aytilishicha, Shveysariyadagi Uyg'ur va Tibetlar Xitoyning chegara halqigan bostirishining nishoni bo'lmoqda ekan. Ular o'zlarining Shveysariyadagi jamoatlari ustidan jasuslik qilishga zo'rlangandan sirt, Xitoy hukumati siyosiy jihatda aktiv bo'lgan kishilarni sistemalik nazorat qilganligi, ularni rasmga tortganligi va filmga olganligining alomatlari bor ekan. Dokladda bu yerda yana tor hujumi va aloqani nazorat qilish alomatlari bor. Bu balkim Tibet va Uyg'ur jamoatlarini qo'llab, siyosiy faoliyat qilayotgan Shveysariya fuqarolarini nishon qilgan bo'lishi mumkin deyilgan. Shveysariya hukumatining bu doklati Shveysariyaning Bazil universiteti, Shveysariya adliya ham ko'chmanlar ministrliklarining havolasiga binoan tayyorlagan tadqiqot dokladini asos qilgan ekan. Chet el tadqiqot o'rinlari va kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning muvojiratdagi Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va o'qituvchi Xitoylarni kontrol qilishda, ularning oila a'zolarini go'riga tutish, tahdid silish, qo'rqitish qatorliq ko'p xil vositalarni ishga solayotganligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Go Jakun 13 fevral Shveysariya hukumatini xato uchur tarqatish bilan ayblagan. Uning aytishicha, Shveysariya hukumati Xitoyning negizlik manfaatlari va asosliq andishlariga hurmat qilishi, tashqi dunyoga xato uchur tarqatishni to'xtatishi kerak ekan.